Do'stlar, mana sizlarga shuncha klientlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? O'zbek xalq uchun bugungi videomizda nimalarni ko'rsatamiz endi? Eng qiziqarlisi Aliza 6 bilan Tigo 7 avtomobillarimizni minimal boshlang'ich to'lov hamda qulay shartlar asosida qanday olib chiqib ketishdi, hammasini aytib o'tib ketamiz. Aka, mana respublika bo'yicha yuraman, imina Cherry avtosalon, boshqa avtosalonlarda, lekin o'zimizni Samarqanddagi Cherry Cho'ponotida aka har doim tunu-ku mana bunaqangi to'la mijozlar bo'ladi. Sira nimada endi buni aka? Aka, endi ish, mehnat, Ha, xushmuomalalik, klientlarni ko'nglini olishni bilasizlar aka. albatta Gap xushmuomalalik yo'q. Aka, doimgidek hozirgi mana shu joyda turgan barcha modellarimizga 5 yilgacha rastrojka ochib bo'lib to'lashga bering, hammasini aka. o'zini nomiga, o'zini nomiga bo'lib to'lash. Do'stlar, bo'lib to'lashga. Eng qizig'i, qora ro'yxatda bo'lsalar ham, Ha. pulim kam, Ha. qora ro'yxatdaman, Ha. lekin sedanni full pozitsiyasini minmoqchiman degan odamlarga ham Aha. qilib beramiz aka. Gap yo'q do'stlar, shoshilib qo'yinglar. Mana bu tomonda ham polniy do'stlarim mijozlarimiz, bu tomonda ham mijozlarimiz. Bitta mazimizni chiqib tushuntirib yubormasak bo'lmaydi aka. Tak, biz Samarqand shaharida joylashganmiz. Aha. Tashqaridan kattaroq ko'rsatib beramiz. Aha. Agar Toshkent Jomboydan kelaverishda bo'lsa, agar Ha. kelaversa Sanak zapravkasining yonginasida 10 qo'lda bo'ladi. Ha. Agar Samarqandda o'zidan kelishda bo'lsa, Ulug'bek eski avtostansiyasidan Aha. kelaversa chap qo'lda bo'ladi. 1 kilometr o'tganlaridan keyin. Ha. Shu yerda eng katta servis, Ha. eng katta sklad, eng katta dilerlik markazi, hammasi shu yerda aka. Gap Любой joydan Cherry avtomobili Samarqand bo'yicha olsalar ham bizga keladi aka odam. Yana bizdan bo'lmasa. olsin. Voy, malades. Zo'r shartlarda qo'yamiz. Olgan avtomobillarga aka yana qo'shimchasiga bor-ku, shartnomalarning ichida istalgan narsalarni, xohlagan narsalarni, xohlasin mana 7 Pro olyaptilarmi? Parok deydilarmi, bronepronka, nima xohlasalar hammasini bo'lib to'lashga qilib beramiz aka. Voy, malades do'stlar. Akalar shoshilib qo'yinglar. Undan tashqari o'z haydab yurgan любой mashinani olib kelsanglar, mana shu joyda turgan avtomashinalarga trade in barter xizmati ham bor. Albatta bor aka, shu yerda o'zida savdo bo'ladi, shu yerda o'zida kassaga kirib to'lanadi. Ha. Shu kunda o'zida yangi mashina minib ketadilar uyga. Adashmasam, GAI ham bor bu yerda aka. Hammasi shu yerda aka. Sug'urta deydilarmi, nomer deydilarmi? Ay, bay. Asaf, Sog' alhamdulillah. bo'ling aka. Mana haqiqat rostda nomer deydilarmi, sug'urta deydilarmi? Yoki mashinani perafilmeniya qilish kerakmi? Joyida, hammasi shu yerda. Ha. Eski mashinalarni ham endi perafilmeniya qilinadi-ku. Aha. Bu ham shu yerda aka. Gap yo'q do'stlar, shoshilib qo'yinglar. Mana sizlarga zavod narxida avtomashinalar bunaqasi bo'lmagan. Qaysi modeldan boshlaymiz endi? Aliza 6 aka, mana shuning uchun spesial oldida turdim. 2 xil rangi, top ranglardan biri. Bir kishiga qora yoqadi, bir kishiga oq yoqadi. To'g'ri. 2 xil rangidan ham bor. Aha. Metali двухслойный natsingon, metal eng qalin. Bu gaplarda har doim aytganmiz. Bu mashina hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha juda zo'r ketyapti. Narxlari ham juda hamyonbop bo'lyapti. Ha. Naqdga olsalar ham chegirmasi bor aka. Agar Aha. bo'lib to'lashga olaman desa 5 yilgacha aka beryapti. Oho. 5 yilgacha. Ha. Faqat olish kerak, binish kerak. Tamom Aka, naqdga olaman deganlarga eng arzonini nech pulga xarid qilib chiqib ketamiz? Tak, qarang aka, hozir sizga shunday hisoblab beraman Hozir kalkulyatorda. ko'pchilik Gentra Cobalt o'rniga mashinadan bosib o'ryapti-da aka, to'g'rimi? Albatta aka, chunki yaxshi narxda chiqyapti-da. Eng arzoni do'stlar atmosferniy motor bo'ladi, ko'pchilik. Shaqiy bispaymi? Skit deyvaysiz. Bemalol do'stlarim. Ishlarini ham Foyda bitta asosida. holatlarini. Mana qarang aka. Agar Ha. birinchi pozitsiyasi 239 million 900 bo'lgan taqdirda, Aha. mashinamiz tan narxi. Aha. Tak, bittaga adashdik. Mana. Ha. 200 ayiramiz aka. Ha. 239 million yo to'g'ri yozibmiz. Yana bitta nol. Ha, bo'ldi. Nolmas mana bunday. Aha. Ayiramiz aka. Ayirsak bundan 25 million foydani ayirsak 25 million foydani ayirsak aka 214 million 900 ming so'm. Tigo 2 Pro'ni narxida xarid qilyaptilar. Haqiqiy Bu sedan avtomobillar. do'stlarim. Albatta akajon. Bu endi qarshingizda turgan qadrdonlar eng full paketi, to'g'rimi aka, turbinasi? Eng full pozitsiyasi. Buni do'stlar eng arzon hozir hisoblab berdik. U atmosferniy motor bo'ladi. Motor unga metan, propan, istalgan narsani qo'ysa bo'ladi aka unga. Aka 5 yilga bor bunga ham bo'lib 5 yilga beramiz. Eng qizig'i aka, mana 15% pulim bor. 36 million, 40 million pulim bor. Ha. Lekin Inamarkani mingim kelyapti, fullini mingim kelyapti desalar, Ha. 15% boshlang'ich to'lov bilan nomer hamma narsa ichida.
Ha. Hamma narsasi ichida. Prosta keladilar, to'lovini qiladilar, minib ketadilar. Oldingidaqa 30%, 25% emas. Endi Yo'q, rost aka. mana 15%. Bo'lib to'lash. Voy malades do'stlar. 15% Necha pul bo'ladi примерно aka shunda? 36 million, 37 millionlar atrofida bo'ladi. 37 million so'm bilan do'stlar mana shu avtomashinani xarid qilish imkoniyati bor. Aka benzin rasxod qancha buningizni? Aka 5-6 litr shaharda ichida. 5-6 litr, беспроводной зарядник, multirol, koja сиденье do'stlarim. Ikkita o'rindiq isiydi akajon. Ha. Elektronniy ruchnik ham bor bunda, siz ko'rsam elektronniy Aha, aha. klimat kontrol, monitorcha, multirol, kruiz kontrollargacha bor aka bu Voy avtomobilda. malades do'stlarim. Luk degan odamlarimizga ham luki ham bor ekan mana sizga. 5 yil yokida 150 ming Kilometr kilometrgacha. 100% kafolat. Kafolat 100% beriladi aka. Men unga tasdiqlab ham berishim mumkin. Bizda ana shunday holat bo'lgan. Mashina olib chiqib ketishgan. Kelish o'zi nomlariga chiqdi aka. Nomlarga chiqdi. Tigo 2 olib chiqib ketishdi. Motorda qanaqadir zavod tomonidan qanaqadir muammo bo'lgan ekan. Ha. Aka biz motorda almashtirmadik. Aha. Mashinani o'zini almashtirib berdik. Yo'q, Biz ham mijozlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Agar qo'limizdan kelsa shunday qilib beramiz. Agar qo'limizdan yanada ko'proq kelsa motorni almashtiramiz aka. Farqi yo'q o'zi aka. Garantiya degan, kafolat degan narsa 100% lik ishlaydi aka. Kafolat har doim ham ishlash kerak mijoz tomoniga. Biz har doim ham mijoz tomon. Agar ko'p mijoz kelishadi, aka bu narsam buzildi deydi, lekin akajon to'g'ri tushuninglar. Kafolat faqatgina mana biz tomonda ustalarimiz mana shu olaylik mana shu joyiga ustamiz shunday tegindimi, значит o'sha usta 100% kafolat bera oladi. Siz ko'chaga olib chiqyapsiz-da, boshqa ustaga masalan mana boltni tegintiryapsiz, sarvat qildiryapsiz, buni aka biz javob bera olmaymiz unga endi. Chunki bizning usta bo'yniga ola olmaydi u narsani. Bizning usta qilgan o'zi narsasiga javob ola oladi. Chunki erta kafolat bo'yicha bo'lgan taqdirda ham agar uni tomonidan bo'lganda, uni oyligidan ketadi yo bizda yonomizdan ketadi. Chunki kafolat shuning uchun beriladi. Ko'chadan kelishadi, aka gaz qo'ydim, ko'chada kafolat bergansizlar, ko'chadan gaz qo'ydiradilar, motorga bir nima bo'ladi. Aka unda biz unga hech nima qila olmaymiz. Gap yo'q. Shuning uchun biz har doim ham tavsiya qilamiz. Nima olmoqchi bo'lsangiz, aka 5 yillik bo'lib to'lash bu. Mana shu avtomobilga nima qo'ysangiz qo'ying, 5 yil bo'lib to'laysiz o'zidan. Ha. U chiqsa aka 500 ming so'mdan chiqadi, 400 ming so'mdan oyiga ustiga minadi. Aka sizga yaxshi emasmi? Naqdga qo'ydirishingizdan tashqari ko'chadan borasida 6 million, 7 millionga naqdga qo'ydiradi. O'sha 6 million, 7 million cho'nchakda qolsin, bo'lib to'lashga qiling aka. Mana sizga yana shartlar, qulayliklar. Yana nima qilib beraylik aka? Aka, yordingiz. Demak, qarang, Matiz bo'lsa, 37 million so'mlik Matiz bo'lsa, olib keladi, Matizini topshiradi, sarmoda ko'r qiladi. Tamam. Oho, jigarlar bunaqasi bo'lmagan do'stlar. Aka, Matizda o'rniga. mashincha narsa-da Matiz. Ha? Oldiga yana bitta Matiz qo'shib ketyapti-da. Bitta Matizni ikkita qilib ketyapti aka. Gap yo'q do'stlar. Bu qora rangi. Mana qora rangi 60 oygacha foizlarsiz bo'lib turadi. Eng asosiyini aytaymi? Eng ko'p beriladigan savol, gapingizni oldim aka. Davay. Peniyani ko'pchilik so'rashyapti. Nima bo'lyapti o'zi peniyalar aka? Yo'q, foizsiz muddatli to'lovga yo'q. Ana bo'lmasa, peniya ham bo'lmaydimi aka? Yo'q, foizsiz muddatli to'lovga umuman yo'q aka. Gap yo'q. Eng qizig'ini aytaymi aka? 3% kreditlarimiz ham bor. 3% kredit. Qanaqa bo'ladi endi u aka? Maxsus shartlar asosida chiroyli qilib beramiz. Endi Kelsa to'liq ma'lumot beradi, ha? Albatta kelsinlar, menejerlarimiz 100% lik. Yolg'on ma'lumot emas. Ko'p odam yozadi, nima aldaysizlar? Akajon, ko'rmasdan turib, bilmasdan turib kommentariyada yozish juda yomon narsa u. Agar biz bilgan narsamizni faqatgina to'g'risini aytamiz. Yolg'on gapirish bunaqa narsa bizga kerak emas. Shuning uchun biz aytamiz, faqatgina tashrif buyuring, menejerlarimizga uchrashing. Okay, 100% sizga qulay shartda siz xohlagan oylik to'lov 2 million deyapsizmi? Akam, oling mana 2 millionlik oylik to'lovni chiqarib berishasiz sizga. Faqatgina sizga yoqsin. 50 millionim bor, menga 1 milliondan chiqsa, aka endi u matematikaga to'g'ri kelmaydi. Kelsin aka 100% lik mana. Boshlang'ich to'lov, misol mana shu avtomobilga Tigo 8 gibridni olaylik, 100 millionim bor. Aka menga ana shunga oylik to'lov o'zimga qulayini chiqarib bering deydi. Bo'lib to'lashga ham, kreditga ham, lizingga hammasini hisoblab berishadi. 3 ta variant berishadi. Qaysi ma'qul kelsa mijozlarimizga aka xohlaganini chiqarib berishadi. Biz har doim mijoz tomonda. Siz xursand bo'lib chiqib ketsangiz, sizdan keyin bizga yana 10 ta mijoz keladi. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Xo'p, keyingi modelimiz qaysi endi aka? Tigo 7 restyling yangi variant. Oho. Mana ham trendga chiqib ketdi aka. Bu hozir 2025-yilga aka bu. Aha. Bularda ham Tigo 7larimizda ham 5 yillik bo'lib to'lash bor bularda ham. Ha. Bularda ham bor aka. Bularda ham rasxodi masalan Pro Max o'zi motorga qarab o'zgaradi-da. Bular Pro Max, 7 Pro Max 2025-yil variant. Bularda faqat rasxod 7-8 litr bo'ladi. Chunki nima uchun deganda aka bular ikkita oldi balon tortadi. Ikkita oldi balon depman, 4 ta balon tortadi bularda. Oldi 1.5 larda esa aka xuddi shu Arizoda. Ha. 5-6 litr aka.
sedan xohlaysizmi, crossover xohlaysizmi? Hammasidan mavjud. Mana bulardan Tashrif buyuring aka. bulardan foyda. Mana bu 25-i. Mana bu 26-yil birinchi pozitsiyamiz. Bularni ham bo'lib to'lashga aka. Eng qizig'i shundan kelib turib, masalan, setka radiator, karter, porog, broneplyonka qilaman deydi, video registrator qo'yaman deydi, tonirovka nima xohlaydilar-ku? Uka, pulim yo'q, shuni bo'lib to'lashga aka, uni ham qilib beraman. Men o'zim javob o'shani ham bo'lib to'lashga qilib berishadi bolalar. Mana do'stlar, kelaverasiz. Faqatgina tashrif buyurishsinlar. 100% yana aytaman, tashrif buyurib turib, любой menejerga uchrashsinlar. Masalan, ana shu narsa bormi deb so'rasalar, 100% javob beraman aka. Bo'lib to'lashga hamma narsani chiqarib berishadi. Haligi hamma joyda hozir vahimasiga tekkan asl narxi 299 million 900, atak bo'lib to'lashga olsa 275 million 900 mana shundan aka. Albatta. Voy malades do'stlar. Trekkerda puliga ekanda aka, to'g'rimi? 100% aka. Aka, bunaqa imkoniyatlarda bor-ku, hozirgi kunda ancha odamlar kutganda, men o'zim tajribamda aytaman, 29% lik kredit olib olgan odamlar ham bor bunda. Holigacha to'layaptilar. Aka, sizga mana shunday shart-sharoitlar yaratilyapti. Shunaqa imkoniyatlar ber. Aka, bosib o'rayotgan joyi. To'g'ri aytyapsiz aka. Ana jigarlar. Eng arzoni qancha bilan? Bunga 15% mi aka? 15% bunda endi 15% yo'q bunda lekin. 25% bilan chiqarib berishadi. 25% mi? 25% bilan chiqarib. 80-90 million Shunday akajon. Albatta. 80-90 million bilan 100% lik chiqadi. Gibrid avtomobillarimizda ham shuni chiqarib beramiz aka. Istalgan shunday kelishsin, men aytib, shunday kelishsin, mana shuni olmoqchiman. Qo'limda ana shuncha pulim bor. Bo'ldi aka, bizda malakali spetsialist menejerlar ishlashadi. Sizni xohishingizga qarab, pulingizga qarab, aka sizga tavsiya qilishadi keyin. Akajon, mana 8 Pro Max full paysamiz, masalan 481 million bo'lsa, siz 8 Pro Max olmoqchimisiz? Akajon, pulingiz masalan birinchi paysasiga yetyapti. U ham 1.6 lik motor, yaxshi, funksiyalarni tushuntirishadi, sizga ma'qulini tanlab berishadi. Siz istalgan narsangizni ayting aka, bizda bolalar hammasini muhayyo qilishadi. Ishingizni bir kun ichida bitirib berib, men aytmayman aka, boshqalarga o'xshab 2 soatda bitadi yoki 1 minutda bitadi. Uni demayman aka, chunki men salgina vaqt ham rashodini olaman. 2 soatda turib ertaga kelishsa agar, bular 2 soatda bitirib bera olmadi desa, bu yomon narsa. Kelishsin aka, 1 kunda ichida olib chiqib ketishadi aka. 100% mana ular uchun mana qarang. Mana shunday zonalarni qilib qo'yganmiz dam olish uchun. O'yin zonasi, kelib turib PlayStation bemalol o'ynasalar bo'ladi. Suv desalar suv aka, choy desalar choy. Bolalar uchun o'ynayotgan joy aka. Aka, istalgan sharoitda biz mijozlarimiz uchun qilib beramiz. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Aka, manzilimizni yana bitta tushuntirib qo'ying. Manzilimiz Samarqand shahar, Ulug'bek rasotxonasi, Cho'ponota 50 A da joylashgan. Ada Astor Cherry Cho'ponota. Servisimizni ham ko'rsatib o'tsam, juda katta narsa servisimiz. Endi o'zingiz ko'rgansiz. Servisda juda katta narsa. Xohlagan, istalgan turdagi xizmat bizda mavjud. Tamam. Samarqanddagi eng katta servis bizda. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Bunaqasi bo'lmagan. Qolgan modellarni ko'pchilik o'sha to'g'risi Cherry'da o'sha o'zbek xalqi yodlab yubordi aka, o'zingiz bilyapsiz. Hozir xalqqa do'stlar narxi bekarga do'stlar, hozir kunda eng trendga chiqib ketayotgan avtomashinalardan emas mana. Biz syomkani boshlagandan keyin ham shuncha mijozlar kelib bosa-bos olib ketyapti. Aka, hali yarim menejerlarimiz bankda bir xillari. Voy malades. Ikkitadan klientini olib o'tiribdi. Voy malades. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Aka, katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, Matiz puliga inomarka minasizlar. Olib ketadigan joyi like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Tinch bo'yinglar.